Sulh buzildi. Eron Hormuzdagi kemaga, AQSh esa Eronga zarba berdi. Putin va Lukashenko Ukraina urushini muhokama qildi. Rossiyada migrantlar uchun davlat bojlari oshirildi. Sulh buzildi. Eron Hormuzdagi kemaga, AQSh esa Eronga zarba berdi. Amerika harbiylari Singapur bayrog'i ostida Hormuz bo'g'ozi orqali suzib ketayotgan savdo kemasiga Tehron tomonidan uyushtirilgan hujumga javoban Eronga zarbalar berdi. Bu haqda AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi xabar qildi. Xabarda aytilishicha, zarbalar Eron raketalari va dronlar saqlanadigan joylarga, shuningdek sohil bo'yi radarlariga berilgan. Eron kuchlarining tijorat kemachiligiga qarshi asossiz agressiyasi o't ochishni to'xtatish rejimini ochiqdan ochiq buzdi. Bundan tashqari Eronning xavfli xatti-harakatlari kemachilik erkinligiga putur yetkazdi. Vaholanki savdo-sotiq tobora ko'proq ushbu hayotiy muhim xalqaro savdo yo'lagi orqali amalga oshirilmoqda, deyiladi Amerika qo'mondonligi bayonotida. Axios muxbiri Barak Rabet amerikalik mulozimlarga tayanib, AQSh Hormuz bo'g'ozi hududida zarbalar berayotganligini xabar qildi. Kecha 26-iyun oqshomida AQSh prezidenti Donald Tramp Eron Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan kemalarga kamida 4 ta dron uchirganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dronlardan biri katta va juda qimmat yuk kemasining yuqori palubasiga borib urilgan. Kema shikastlangan, biroq o'z yo'lida davom etgan. Biz yana 3 ta dronni urib tushirdik. Bu o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvimizning ochiqchasiga va ahmoqona buzilishidir, dedi AQSh prezidenti. Bu AQSh va Eron o'rtasida 18-iyun kuni 60 kun davomida barcha frontlarda harbiy harakatlarni to'xtatish va urushni butunlay tugatish bo'yicha muzokaralarni boshlashni nazarda tutuvchi o'zaro anglashuv memorandumi imzolanganidan keyin Hormuz bo'g'ozida kemaga qilingan birinchi ma'lum hujum bo'ldi. Putin va Lukashenko Ukraina urushini muhokama qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko kecha 26-iyun kuni asosiy e'tibor Ukrainadagi urush bilan bog'liq masalalarga qaratilgan muhokama o'tkazdi. Bu haqda Kreml xabar berdi. Rossiyaning shimoliy g'arbida joylashgan Valday qarorgohida bo'lib o'tgan uchrashuvda savdo-iqtisodiy hamkorlik, qo'shma loyihalarni amalga oshirish hamda mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama qilingan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov TASS agentligiga muzokaralar yakunlari bo'yicha matbuot anjumani o'tkazilmasligi va hech qanday hujjat imzolanmasligini bildirgan. Uchrashuv Belarus va Ukraina o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashgan bir paytda bo'lib o'tgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning fikricha, Putin Lukashenkoni Rossiyaga Ukrainadagi urushda yanada faolroq yordam berishga undamoqda. Moskva va Minsk bu da'voni rad etgan. Belarus rasmiylari esa aksincha keskinlikni Ukraina va G'arb davlatlari kuchaytirayotganligini ta'kidlagan. Lukashenko 25-iyun kuni Zelenskiy vakillari bilan uchrashganini ma'lum qilib, ularni Belarusni urushga tortishga urinmaslik haqida ogohlantirganini aytdi. Kreml esa Ukraina Belarus suverenitetiga tahdid solayotganligini iddao qilgan. Kreml 22-iyun kuni Putin va Lukashenko Zelenskiyning ushbu bayonotlarini yaqin kelajakda muhokama qilinishini bildirgan. Rossiyada migrantlar uchun davlat bojlari oshirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin migratsiya sohasidagi qator davlat bojlari miqdorini oshirish hamda yangi boj turlarini joriy etishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Bu haqdagi qonun hukumat portalida e'lon qilindi. Hujjat federal byudjet daromadlarini ko'paytirish, shuningdek, ayrim toifadagi migrantlarga imtiyozlar berishini ham ko'zda tutdi. Qonunga ko'ra ilgari undirilmagan yangi davlat bojlari joriy etiladi. Xususan, yashash guvohnomasini almashtirish uchun 6000 rubl, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasining dublikatini berish uchun esa 5000 rubl miqdorida boj to'lanadi. Shuningdek, bir necha marotaba chegarani kesib o'tish vizasini rasmiylashtirish boji 1920 rubldan 6000 rublgacha. Rossiyaga kirish taklifnomasini rasmiylashtirish boji 960 rubldan 8000 rublgacha. Yashash guvohnomasini olish boji esa 6000 rubldan 30000 rublgacha oshiriladi. Bundan tashqari vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini rasmiylashtirish boji 1920 rubldan 15000 rublgacha. Ta'lim olish maqsadidagi vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi boji 1920 rubldan 8000 rublgacha.
Xorijiy ishchilarni jalb qilish ruxsatnomasi boji har bir xodim uchun 12 ming rubldan 15 ming rublgacha, ishlash ruxsatnomasi boji esa 4200 rubldan 5 ming rublgacha oshiriladi. Rossiya fuqaroligini qabul qilish yoki undan chiqish boji 4200 rubldan 50 ming rublgacha ko'tariladi. Rossiyaga kirish yoki undan chiqish vizasini berish va uning amal qilish muddatini uzaytirish boji esa 1200 rubldan 2000 rublgacha oshiriladi. Ma'lum qilinishicha, qonun rasman e'lon qilinganidan bir oy o'tib kuchga kiradi. Moliyaviy iqtisodiy hisob-kitoblarga ko'ra, bojlar oshirilishi natijasida federal byudjetga joriy yilda 7,915 milliard rubl, 2027-yildan boshlab har yili esa 15,83 milliard rubl qo'shimcha daromad tushishi kutilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.